Insoniyatning buyuk kashfiyotlaridan biri shubhasiz kitobdir. Zero kitob bu boylik. Faqat uning sotib olingani emas, o'qilgani. Albatta yozuvchi Abdulla Qahhor bu gapida ma'naviy boylikni nazarda tutadi. Biroq kitobxon o'zi istagan asarni kitob do'konlaridan qidirar ekan, uni sotib olishga to'g'ri keladi. Shu o'rinda haqli bir savol tug'iladi. Xo'sh, bugungi kunda kitoblarning narxi qancha? Bu kim o'sha kitobning narxi ham ishlab chiqarilgan qog'ozga bog'liq. Asosan qanday kitoblar ko'proq sotilyapti? Bolajonlarga kitoblar, детский kitoblar. Devoni lug'at turk kitobini olyapsiz hozir. Qancha deyishyapti hozir? 65. 65 ming. Endi bitta minimalka oylikni hisoblang, maksimum 4 minimal oylik olamiz. Yoki 5 minimal oylik olamiz unga. Har oy shunaqa kitobdan kamida 3 ta olishimiz kerak. Opa, assalomu alaykum. Biz Mahalla telekanali reporter kursidan. Mana siz kitobxonsiz, xaridorsiz, ko'p kelib turasiz kitob sotib olgani. Umuman kitoblarning narx-navosidan qoniqasizmi? Hozirgi sharoitga qaraganda ozgina qimmatroq, ozgina. Lekin kitobxon uchun menimcha narxi uncha ahamiyatga ega bo'lmasa kerak. Kitob olaman degan odam olaveradi. Sevib mutolaa qiladigan Albatta, odamga u sevib- narxi uncha ahamiyatli emas. Ayniqsa mana bu ilmlarimizni o'rganish uchun bu Narxi turlicha.
3-4 yil oldin nashr etilgan kitoblarga nisbatan albatta qimmatroq. Buni endi sotuvchi tushuntirib o'tirmaydi. Nashriyotda shu narxda chiqdi, biz shu narxda sotyapmiz degan oddiy savol javob bo'ladi xolos. Lekin endi buni biz bosmaxona miqyosida yoki nashriyot misolida ko'radigan bo'lsak, yana boshqa omillar ham bor. Bundan tashqari bosmaxonada ishlatilayotgan barcha ranglar bular ham chet eldan, xorijdan keltiriladi. Qo'shilganda albatta bu ham qog'ozda narxiga qo'shib hisoblanadi. Ya'ni kalkulyatsiya qilinganda bugungi narximiz anchagina, ya'ni 1-1,5 barobar oshdi deyishimiz mumkin. Lekin shunga qaramasdan kitoblarimizni bu narxini tushirish uchun endi biz uni nusxasini ko'paytirishga harakat qilyapmiz. Ya'ni misol uchun 2000 dona chiqadigan kitobda agar biz 5000 yoki 6000 nusxada chiqaradigan bo'lsak, o'sha narxga yaqinlashib qoladi oldingi narximizga. Bu kitobxonga, o'quvchiga unchalik qimmat tushmaydi. Endi nusxasini ko'paytirish uchun esa biz o'quvchiga shunday kitob taqdim etishimiz kerakki, u haqiqatan ham o'quvchilar uni orzu qilib kutgan bir yozuvchining asari bo'lishi mumkin yoki bo'lmasa ilmiy, badiiy asarlari bo'lishi mumkin. O'shalarda biz endi tanlab chiqarishga, ya'ni o'sha yaxshi asarlarda, ya'ni o'quvchilarimizni ma'naviyatini boyitishga, madaniyatiga oshirishga hissa qo'shadigan badiiy asarlarni tanlab chiqarishga harakat qilyapmiz. Misol uchun bugungi kunda 5000-6000 nusxada chop etilgan badiiy asar nashriyot shu oshgan qog'ozlarning narxi, kraskalarning narxi, ranglarning narxi oshgan taqdirda ham 10 000, 12 000 ga chiqadi. Agar shu kitob 15 000 ga sotilsa, bu bugungi kunda